Texnika dunyosidagi darajadan tashqari katta boshlardan biri bo'lgan Xitoy texnika magnati Baidu tunigun to'nitgan Ernoy sun'iy idrok paranglashish sistemasi sezgir savollarga duch keldi va xuddi Xitoy rejimiga o'xshashla ba'zi savollarni cheklab qo'ydi, ba'zilariga bo'lsa bilmayman deb javob berdi. Xabar qilinishicha, Xitoy texnika magnati Baidu tunigun Amerika shirkati yasab chiqqan sun'iy idrok paranglashish supsi ChatGPT'ga o'xshab qilinadigan Ernoy nomli sun'iy idrok paranglashish sistemasini rasmiy to'nitgan. Ammo diqqat qo'zg'agan nuqta bo'lsa, mazkur supa Xitoy rejimi sezgir deb qaraydigan savollarni bevosita cheklab qo'ygan yoki bilmayman deb javob bergan. Xitoyning rasmiy qarashiga asosan savollarga javob beradigan Ernoy, Xitoyning Sharq Turkistonda qanchalik Uyg'urni qo'lga olganligi to'g'risidagi savolni bevosita to'sib qo'ygan. Xitoy o'ziga tava deb qaraydigan Tayvanning o'rni haqida so'ralganda, u Tayvanning davlat emasligini aytgan. 1989-yili Beyjingda minglagan namoyishchilar o'ldirilgan Tiananmen qirg'inchiligi to'g'risida so'ralganda bilmayman degan. Xi Jinpingning Urumchini ziyorat qilishidan keyinla Sharq Turkistondagi bir qism yuqori darajali Xitoy amaldorlarining tekshirilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 1-sentabrdagi xabarida atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komiteti siyosiy qonun komitetining muavin sekretari Ma Guochangning intizomga, qonunga og'ir xiloflik qilishiga chetilganlikdan navbatda intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti tomonidan intizom va reviziya jihatdan tekshirilayotganligi bildirilgan. Bundan boshqa atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komiteti partiya komitetining a'zosi muavin mudiri Savjiningmi intizomga, qonunga og'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan navbatda intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti tomonidan intizom va reviziya jihatdan tekshirilayotganligi qayd qilingan. Egilinishcha, Xitoy prezidenti Xi Jinping 9-10 sentabr kunlari Hindistonning poytaxti Yangi Dehlida o'tkaziladigan 20 davlat guruhi rahbarlari boshliqlar yig'iniga qatnashmaydi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, bosh ministr Li Changning boshliqlar yig'iniga davlatiga vakolatan qatnashadiganligini e'lon qildi. Egilinishcha, bu 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini 2008-yili qarorlik o'tkazishga boshlangandan buyon Xitoy davlat raisining tunji qatim qatnashmasligi ekan. Garchi Xi Jinpingning Hindiston bilan Xitoy o'rtasida davomlashayotgan chegara mojarosi sababidan Yangi Dehlidagi boshliqlar yig'iniga qatnashishni xohlamagan bo'lishi mumkin deb qaralsa-mu, yana bir tarafdan bu Kesik oltin davlatlar tashkilotining oldingi qatimliq Janubiy Afrika boshliqlar yig'inida kengayishini qaror qilish bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Oldingi hafta Rossiya prezidenti Putinning 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga qatnashmaydiganligi e'lon qilingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaning Sochi shahrida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishdi. Putin yig'indan keyin bayonotida biz uchrashishda ikki davlat orasida yerlik pul ishlatish, shundaqla yevro va dollar ishlatishni azaytish irodamizni ifodaladik dedi. Qozog'istonda ba'zi sohalarda davlat boshqarishini texnik yaxshilash uchun yangi ministerlik qurish qaror qilindi. Qozog'iston prezident ishxonasining bayonotiga qaraganda, prezident Qosim To'qayevning buyrug'i bilan bu davlatda yana 5 ministerlik qurilgan. Yangi ministerliklar Qozog'iston suv boyligi va sug'urish ministerligi, Qozog'iston qatnash ministerligi, Qozog'iston sayohat va tantarbiya ministerligi, Qozog'iston madaniyat va uchur ministerligi, Qozog'iston sanoat va qurilish ministerligi ekan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy davlat mudofaa ministri Oleksiy Reznikovni vazifasidan oldi va uning o'rniga Qrim tatarlaridan Rustam Umarovni tayinladi. Ukraina xususiylashtirish fondini boshqaradigan Umarov Qrimlik tatar bo'lib, Ukraina parlamentidagi Turkiya do'stlik guruhining raisi bo'lgan. U yana Ochiq koridor kelishimining suhbatiga qatnashgan.